Davlatimiz rahbarining 2026-yil 27-iyul kuni yoqilg'i energetika tarmog'ining ustuvor vazifalariga bag'ishlangan videoselektor yig'ilishida elektr energiya va gaz sohasidagi muammolarni bartaraf etish va aholini suyultirilgan gaz bilan o'z vaqtida ta'minlash yuzasidan mutasaddilarga aniq topshiriqlar berilgan edi. Mazkur topshiriqlardan kelib chiqib, joylarda amaliy ishlarga kirishildi. Davlatimiz rahbarining yaqinda o'tkazilgan videoselektor yig'ilishida berilgan topshiriqlardan kelib chiqib, hududga Samarqand gaz ta'minoti filiali tomonidan mavjud gaz zaxiralarini iste'molchilarga o'z vaqtida yetkazib berish, taqsimot jarayonini jadallashtirish hamda aholini uzluksiz gaz bilan ta'minlash bo'yicha tizimli choralar ko'rilmoqda. Avgust oyidan boshlab Samarqand viloyati uchun ajratilayotgan oylik suyultirilgan gaz hajmi 6700 tonnagacha oshirildi. Bu orqali maishiy gaz ballonlarini yetkazib berish davriyligini 40-45 kungacha qisqartirish imkonini beradi. Samarqand viloyatida bugungi kunda 513 mingdan ortiq iste'molchilar suyultirilgan gaz bilan ta'minlanadi. Bu iste'molchilarni suyultirilgan gaz bilan ta'minlashda viloyatimizda bitta gaz to'ldirish stansiyasi, 5 ta gaz to'ldirish shoxobchalari, shuningdek xususiy tadbirkorlarga tegishli 6 ta gaz to'ldirish shoxobchalari orqali yetkazib beriladi. Bugungi kunda suyultirilgan gaz yetkazib berish davriyligini qisqartirish maqsadida ishlab chiqarish zavodlaridan 6700 tonna fond ajratilgan. Ushbu fond orqali suyultirilgan gaz mahsulotlari yetkazib berilmoqda. O'tgan 3 oy davomida suyultirilgan gaz yetkazib berish davriyligi oshgan edi. Bugungi kunda davlatimiz rahbarining yig'ilishidan so'ng ajratilgan fondlar ko'payib, bugungi kunda davriyliklar qisqarib, suyultirilgan gaz yetkazib berilishi yaxshilanmoqda. Pastdarg'om tumanining Beklar mahallasida ham aholini suyultirilgan gaz bilan ta'minlash borasida olib borilayotgan amaliy ishlar o'z natijasini beryapti. Avval ishlab chiqarishdagi vaqtinchalik uzilishlar sabab maishiy gaz ballonlarini yetkazib berish davriyligi uzaygan bo'lsa, bugungi kunda vaziyat barqarorlashib, gaz ballonlari iste'molchilarga belgilangan muddatlarda yetkazib berilmoqda. Tarqatish jarayonida shaffoflik va nazoratni kuchaytirishga ham alohida e'tibor qaratilgan. Xususan, har bir maishiy gaz balloni iste'molchiga topshirilishidan oldin maxsus elektron tarozilarda tortilib, undagi gaz miqdori belgilangan me'yorlarga muvofiqligi tekshirilmoqda. Bu esa iste'molchilarning haqli e'tirozlarini oldini olish va xizmat sifati ustidan nazoratni yanada kuchaytirishga xizmat qilmoqda. Odamlar gaz kelardi, odamlarda plastik yo'q edi, keyin bir tartib yo'q edi, chunki hamma mashina kelganki, hamma mashina orqasidan gaz ballon ko'tarib, chopib kelib janjal talash bo'lardi. Hozir unaqa narsa yo'q. Chunki biz mana tuman gaz bilan biz kelishgan holda ana shunaqa tartibga qo'yganmizki, shu mahallamizga gaz kelganda hech bir fuqaro gaz ballonni ko'tarib mashina orqasidan yurmaydi. Hamma o'zining uyi orqasidan ballonni chiqarib qo'yadi, navbati bilan olib ketadi. Yana bitta yaxshi tomoni, ularda hozir fuqarolardan FISAID orqali olyapti gaz ballonni. Rasmga tushirib, pasport bilan, plastik bilan. Chunki bizning mahallamizda hozir 100% hammada plastik bor. Shu plastik bo'yicha tarqatiladi. Hozir mana gaz ballon keldi. Biz hech qanaqa muammo yo'q. To'g'ri endi bir kun ikki kun vaqtgacha cho'zildi, chunki gaz ballon ham bizning mahallalarga mana grafik asosida keladi. Mana grafik bo'yicha bizning mahallada bugun mana gaz tarqatilmoqda. Mana odamlarimiz ham kayfiyati yaxshi. Mana hammasi gazni olyapti o'ziga. Shuningdek, suyultirilgan gaz ballonlarini tarqatishda zamonaviy raqamli tizimlar ham joriy etilgan. Endilikda mahalladagi 790 ta xonadonda istiqomat qiluvchi 1161 ta iste'molchilar gaz ballonlarini Face ID orqali qabul qilib olmoqda. Bu kabi amaliy ishlardan esa aholi mamnun. Gaz sohasida ishchilarimiz o'z vaqtida yetkazib beryapti. Ularga ham katta rahmat, prezidentimizga ham katta rahmat, xalqini o'ylagani uchun, bizlarga shunday e'tibor bergani uchun. Albatta, hududlarda olib borilayotgan bunday amaliy ishlar aholini suyultirilgan gaz bilan barqaror ta'minlash, xizmat ko'rsatish sifatini oshirish hamda taqsimot jarayonining shaffofligini ta'minlashga xizmat qilmoqda. Eng muhimi, maishiy gaz ballonlarining o'z vaqtida yetkazib berilishi va zamonaviy nazorat tizimlarining joriy etilishi fuqarolar uchun yanada qulay sharoit yaratmoqda.